Baroat kechasida tunini ibodat bilan bedor o'tkazib, tong otganda ro'zasini tutinglar dedilar payg'ambarimiz alayhisalom. Nima uchun? Fa innalloha yanzilu fiha li ghurubish shams ila sama'id dunya fa yaqulu ala min mustaghfir fa aghfir lahu. Chunki o'shanda Alloh quyosh botish paytida dunyo osmoniga tushadi va tong otguncha shunday deb turar ekan Alloh, ala min mustaghfir fa aghfir lahu. Qani istig'for aytuvchi bormi? Uni mag'firat qilaman. Ala mustarziq fa arzuqahu. Mendan rizq so'raydigan bormi? Unga rizqini beraman. Ala mubtalan fa uafiyahu. Bir baloga yo'liqqan, mubtalo bo'lgan bormiki, men unga ofiyat berurman. Alloh taolo baroat kechasini quyosh botganidan boshlab ertalabgacha o'zi so'rayapti. Mendan kechirim so'raydigan bormi? Rizq so'ragan bormi? Ofiyat so'ragan bormi?